qancha bo'ldi aka? 38 million 500 ga chiqib ketdi. Xo'p, 38 million 500. Xo'p, assalomu alaykum obunachilar. Sog' bo'ling aka. Assalomu alaykum. Bizni kuzatuvchilar mana bugun xudo xolasa 14-iyun Andijon viloyati Xo'jobod hayvon bozoriga oldik. Sigirlar, uzbarlarni olib berganman, telefon nomerlarigacha. Shu paqir qo'yib sog'madim xolos. Sizlar like bosib, ko'pchilik ko'ryapti, obuna bo'lib qo'llab-quvvatlab turinglar. Xudo xolasa biz xizmatda sotilganlarni boshladim. Akamga ham rahmat, sog' bo'ling aka. Xo'p, bismillahirrohmanirrohim deb boshladik. Navoz ekan bu aka. Assalomu alaykum. Sog'ligingiz bersin. Nechinchi bolasi aka bu? 5-chi bolasi Navoz. Bolachasi emib qancha sut beryapti aka? 8taga beramiz. 8taga berasiz. Nech pul aytyapsiz bugun? 30 kami. 30 million kami bor. Savdo bo'ldimi mana? 25. 25 million 500 ga bermadingiz. Savdingiz bersin aka. Bolasi ham qop bor ekan. Buqochi 5-chi bolasi ekan mana. 10 ta suti bor. Mana bolamiz 8 taga beraverar ekan. Molni salkam emas, pashti sag'ib ham ko'ryapman. Idirish kerak edi. Mana yuvoshligi yaxshi. 10 ta 8 taga beraverar ekan akamiz. Mana ko'ryapsizlar. 1.25 shunaqa chiqib qoladi molimiz bo'ylari. Hop, bu yerda yana bittasi savdo bo'lyapti. Buni bolasimi buni? Najmi? Nechinchisi? Ikkinchi bolasi mana do'stlar. Bu bolamiz ham gibrid shekilli shved baroda ikkinchi bolasi yemlangan, sut oqyapti mana bitta idishdan. Nech pul aytyapsiz buniki? Nech pul beryapti? 42. Nech pul beryapti aka? Boshqani savdo qilyapti. Bunga nech pul berishdi? 36. Bermadinglar a? Nechinchi bolasi dedik? Ikkinchi bolasi. Ikkinchi bolasi. Mana do'stlar, 36 millionga berilmabdi bugungi kunda. Bolasi xunaji. Ikkinchisi yomon emas. Xo'p, ketdik, davom etamiz qadrdonlar. O'zimiz Jaydardan so'raganlar juda ham ko'p. Polvon ekan o'zi ham bolasi. Polvon oppoq buqacha. Assalomu alaykum. Savdingiz bersin aka. Nechinchi bolasi ekan bu? 3-chi bolasi. Mana shu bolasi emib qancha sog'ilyapti? Ketaylar chiqib 8 ta sog'ilyapti. Sayda endi yuriyapti, 8 ta sog'ilyapti. Bola emyapti, 8 ta sog'ilyapti. Nech pul aytyapsiz buni endi? 30 million kam bor deyapti. 33 million kami bor. Novoz so'zi ham kuzga bor, enasiga yetib oladigan ondan ekan. Bermaganimiz bo'ldimi bugun? 28 million berishdi ekan. Bermadingiz. Mana do'stlar, buni ham ushlab beraveraman. Mana shu bolasi mana emib, tagidan chiqmay 8 ta sut beryapti ekan. Nima deyapti mana? Savdingiz bersin oda. Mol o'zimizning hashaki Jaydari, suvaga yo'g'on. Zo'r. Kichkina mol emas. Qodirovdi aka. Rahmat. Bolasi xunajin ekan. Agar bitta qaraganingizda bu qoni beryapti. Mana yelin holatlari qadrdonlar. O'zi ham maşallah chiroyli yelin ekanda, mana qaranglar. Mana. Demo saqoraslar ekan shunday. Kichkina emas, orqalari ham qo'lga kiradigan zo'r. Mana bolasi xunajin ekan. O'ta go'zal. Aka savdingiz bersin. Nechinchi bolasi, nech pul aytyapsiz? Ikkinchi bolasi. Nech pul aytyapsiz? Buni 45 million aytyapmiz. Nechta sut beryapti endi? Noz bo'g'oz emasmi bu? Bo'g'oz. Bo'g'oz hamma? Bo'g'oz, ha. 10 ta sut beryapti bo'g'oz. Bolasi xunajin. Unadi. Nech pulga bermadik bugun? Buni 40 million so'rashdi. 40 millionga bermayapsiz. Oz qoldimi barakasiga aka? Oz qoldi. Ya hali 45 narx aytyapmiz. Ya hali bormi? Yo'q, beramiz. Oz qoldi. Endi bersa beramiz. Bolasi ham o'ta chiroyli narsa ekan. Xunajin. Ha, yotaversin. Ha, uzvarsiz ham turmaydi. Bitta kelish berchi. Mana do'stlar. Mana. O'ta go'zal. Yelilariga 5 ketdim men buni. Aka 40 ga bermayapman dedingiz. Ha, 40 million so'rashadi. Qo'shib qolishar, oz bo'lsa, olgan bo'lsa. Kichkina mol emas. Bormi mana shunaqa mollar ko'p beshik? Bor. Eshikda? Eshik bog'i shamolda. Bog'i shamolda. Sinashga ham berasizmi aka? Beraveramiz.
Nomer bering bironta qiziqqanlarga. 91'lik. 91lik 160. 160 mi? 160 30 30. Ikkita 30. Mana o'zimizni Andijonda Bog'shamolda bor ekan. Borib ko'rib, tanlasa bo'laveradi. Mana do'stlar. Sinashga ham berar ekan akamiz eng qizig'i. Mol mana. Go'zal mol, kichkina mol emas ama bor. Mana onga 5 ketdim. Mol o'ta tiniq ekan yelini. Zo'r. Aka savdoingiz bersin-a? Hop, sog' bo'ling. Bolasi buqacha. Hozir so'rab beraman, enasi nechinchi bolasi bu? Hammasini so'rab beraman, mana do'stlar. Yaxshi, zo'r. Aka savdoingiz bersin. Assalomu alaykum. Bolasi buqacha ekan. Nechinchi bolasi, nechta sut beryapti endi? 3-chi bolasi aka, xudo xolasa. Suti-chi suti. Suti 6-7 litr bor. 6-7 litr bor bolasi yemi ba? Nech pul aytyapsiz buni? 35 million kami bor. 35 million kami bor aytilyapti. Bola ham ko'p ekan, faqat buqa. Bermaganingiz bo'ldimi aka? Yo'q, endi. Endi hali savdo bo'lmadi. Mana do'stlar, orqasi deganlarga mana orqasi. Kichkina mol emas. Mol yaxshi narsa. Bolasi buqa. Ashadlarga bitta like deydi-yu. Xo'p. Bu yakkami bu aka? Bolasi. Qashqami? Qora. Qora. Mana shu bolasi ekan mana qadrdonlar. Bolasi xunajin. Enasi ham kichkina mol emas. Mana yelini qiziqqanlarga. O'ta yuvosh. Turishidan yuvosh mol. Reklama qilinmaqalar. Aka, nech pul aytyapmiz? Reklama ekanmi? Reklama qilmayapmiz aka, ko'rsatyapman elga. Ba'zi pulini aytadi, sotuvga qo'yamiz. Ha, yo'q. Hozir sotilib ketsa-chi? Xohlasa qo'yadi nomerini aka. Bu majbur emas. Ko'p bo'lsa, bu emas, yana bo'lsa. Nechinchi bolasi aka bu? Ikkinchi bolasi. Ikkinchi bolasi emib nechta sut beryapti? 12 ta suti bor. 12 ta sut beryapti. Nech pul aytyapsiz? 40 million. 40 million. Bermaganingizchi? 29 beryapti. 29 ga beriladi. Bormi yana shunaqa mollardan? Mana shu bitta. Yelini ham ko'rib, bitta sag'ib ko'ringchi deganlarga mana do'stlar. Rivojligi zo'r. Savdoingiz bersin aka, xudo xolasa. Yaxshi odamlarga soting, puldan baraka toping. Chiroyli. Mol bo'lsa mana shunaqa aytaverasiz aka. So'ragan ko'p ishonchli mollar. Xo'p, bu yerda yana turibdi mana mollar, yelida go'zallaridan. Mana do'stlar. Da zapaskalari ham bor ekan buni. Inshaalloh mana do'stlar yerini ko'rganlarga. Ha? Uyda egasi ko'rib qolmasa, olib qori aka. Dehqonni oluvdiyda. Hali Ashitizga bitta o't. Xo'p, eshitdinglar molni. Olmay turaveramiz. Chichi nima deydi? Ashnaqa qisqasi. Mana yana bitta turibdi go'zalidan. Voydod, uni ajin ekan bolasi. Aka savdolarni bersin. Nechinchi ekan bu? Ikkinchi bolasi. Bo'g'izmasmi enasi? 2 oylik gumon. 2 oylik gumon. Emib, yedirib, emib qancha sut beryapti aka bu? 12 ta 13 ta. 12 ta 13 ta sut beryapti. Nech pul aytyapsiz, nech pulga bermadik endi buni aka? 38 ga berilmadi, 45 aytyapsiz. 38 millionga berilmadi, 45 million aytilyapti, xudo xolasa. Oz qoldimi aka? Oz qoldimi? Gap yo'q aka mana. Buni uchun 2 oylik gumon. Aka savdolarni bersin, yaxshi odamlarga sotinglar. Mana bolasi ham xunajin aka, yaxshi narsa ekan, o'zi qo'yib qo'ygan. Enasi. Mana do'stlar. Mana bola ham yomon emas, mana yellargacha bor. Zo'r. Ko'pmi unaqami? Yo'q, mana Mashinami? Ko'p bo'lsa har dollar ham borda, yaxshi mollar, ishonchli mollarga. Temperaturi bo'lyapti, kichkina ko'rinib qolyapti. Ya aylantirib olib beraman, men borimni qilib beraman. Hali ana qilsangiz o'ta katta bo'lib ketadi-da. To'g'ri gap. Mana qadrdonlar. Mol yaxshi, mashika, yana chiqib qolsa, sheriklari chiqib qolsa, ukalarim nomerini olib beraman. Aka, savdolarni bersin aka. Xo'p, ketdik qadrdonlar, bu yerda aylanib oldim. Bolasi xunaji. Nechinchi ekan bu aka savdoingiz bersin? 3-chi bolasi qonida yo'q-a? Qonida bor. Bo'g'ozmi qonida? 2 oylik bor. 2 oylik bo'g'oz. So'zimizni g'irt qashaki. Mol 3-chi bolasi xunajin. Nechta o'sib beryapti endi bu? 10 ta. 10 taga beraman. 10 taga beraverasiz. Nech puli? 25 million 300 ga bermayapman.
Hozirgi mahalla Mana sağ. 25 milyon 300 ga berilmayapti. 3-chi bolasi. Gap yo'q. Bitta yelinlarini ko'rsatib qo'yaman qadrdonlar mana. Bu ham to'rtta qo'lga kiradigan yelin, qo'lam ezek bo'lib ketdi. Eshitdinglar mana narxini. O'ylandi. Barakasi bo'lib qolsa aytib qo'yaman. Lekin mol kichkina-yu, suvaga yo'g'on mol. Zo'r mol. Yo'qda yosh turibdi-yu. Yo birinchisi, yo ikkinchisi mana yelin holatlari, yuvoshligiga gap yo'q. Chunki o'rgangan o'sha. Bolasini ovozmikan aka? Nimasimikan? Birinchisimi, ikkinchi, uchinchini? Uchinchi bolasiga xulajin. Nech pul berishdi? 26.700. Bermayapti. Rahmat. 26 million 700 ga berilmayapti. O'sha ot seropladi o'sha. Ot bor, ko'kka chiqdi mollar. Bundan buyog'iga mol tushmaydi. Ko'tarilsa tushmaydi lekin. Chunki o'sha ko'kka chiqib oldi deydi. Mana bunimiz. To'rtta yelin, mana yelin holatlari dihlangan. Dik bo'lachamiz. Xudo xolasa. Munajibmi bu aka? Nechinchisi aka bu bolasi? Uchinchi bolasi emib qancha sut olyapsizlar endi? 10 ta sut bor. 10 ta suti bor, maşallah. Hech pulga bermadik bugun. 30 kam bor. 24 qilishyapti. 24 millionga berilmayapti. Gap yo'q mana do'stlar. O'zimizni joydari lekin 10 ta suti bor. Ko'pmi bunaqa mol aka? Yo'q. Eshikadi. Marhamatli. Marhamatli. Sinashga beriladiganlari bormi? Nomer bo'lsa bering aka. 88lik 434 434 80 80 bir aka. Gap yo'q. Savdolarni bersinlar, yaxshi odamlarga sotib, puldan baraka topinglar. Xo'p, sinashga ham berar ekan akamiz. Sinashga beraman degan uchun nomerlarini olib beryapti. Bu yerda yana turibdi. Ko'rsatib beraman buni ham. Mol kichkina emas, o'zimizning joydagi gibrid chiqqan terilardan. Yelin dimlanmagan, eng qizig'i holatiga turibdi. Bolachamiz mana xunaji xudo xolasa. Tashqi enasi bilan bir xil ekan. Amak savdoyingiz bersin. Assalomu alaykum. Nechinchi bolasi bu? İkincisi. Ikkinchi bolasi emib, qancha sog'ib olyapsizlar amak? 10 ta tepasida 15 16 sog'inayapti. Nech pulga bermayapsiz hozir? Hozir 37 yarim. Berilmayapti. Gap yo'q amak. Savdoyingiz bersin amak. Yaxshi odamlarga sotib. Uka o'zingiz oling, mashina oldi. 37 million 500 ga berilmayapti. Kichkina mol emas uni. Yaxshina mol. Xo'p, davom etamiz. Endi har xil holat bo'ladi. Oling degan gaplar bo'ladi. To'g'ri tushunish kerak ularni ham. Yosh katta odam. Keyin yana bitta gap aytib ketdi. Dehqon akalarimiz yomon ko'rmanglar meni. Chunki molni rozi bo'lib sotyapsizlarmi? Kirishli akalarimizga. Endi 1-2 so'm foyda qilsa, uni ham gapirib o'rayotganlar bo'lyapti-da. Endi ular ham pulini riskovat qilib, molinglarni oladi. Misolda, sizni molingizdan ziyon qilib qoladigan bo'lsa, uni gapirmaydi ko'pchilik. Meni molim oluvdi, 1 million ziyoniga sotdi deb. Lekin 1 million foydasiga sotsa, ko'pchilik dehqon akalarimiz gapirib qo'yapti. Buni gapirish keragi yo'q deb o'ylayman menimcha. Yana o'z fikringlarni kommentariyaga yozib qoldirasizlar. Mana bu g'ozniki nima ekan bu? Egasi borgan buni? Boqsizlardanmi? Nechinchisiga bo'g'oz? Ikkinchisiga aka. Ikkinchisiga bo'g'oz. Mol kichkina emas, katta mol, sirg'alari bilan. Sutini bilasizmi, bilmaysizmi? Qancha bergan? Tayyor bo'g'ozda usti. Yo'q, hali unaqa bo'lmagan. 35 taga dollar bering. 30-35 taga. Nech pul aytyapsiz endi bu? Jupini 84 ga olindi, foyda bersa beriladi. Ha, oldinglar. Qani sherigi? Mana sherigi. Ha, mana o'sha sherigi. Ikkita. Necha oylik bo'g'oz endi bular? Onisi 8 oydan o'tgan, onisi 3 oylik. Pishib qopti-da bu. Bu pishib qolgan. Narigisi 3 oylik. 80 qanchaga dedingiz? 84 ga. 84 ga olindi. Foydasini bersa berib yuborasizlar. Malades. Puldan baraka topinglar aka. Shatir aytyapsiz malades. Bunisi 3 oylik ekan.
Bunisi pashti yetib qolibdi, pishib qolibdi, kilkillab qolibdi. Savdoyingiz bersin-ku. Mana shunaqa akalar ham bor. Har xili bor. Buni bolasimi amaki? Buni bolasimi? Buqachami? Yo'q, bunachi. Bunachi. Bitta qaraganda uzoqdan buqani berar ekan, orqalarini ham olib beraman. Shved baroda. Mana shu enasi mana shu molimiz mana. Amaki bu nechinchi bolasi, bilasizmi? 3-bolasi. Suti bordir. 8 ta suti bor mana do'stlar. Hech qachon saqilmagan 8 ta suti bor. Bugun qanchaga bermayapsiz? 27. Bermayapsiz. Gap yo'q. 27 million 500 ga bugunlik kunda berilmayapti. Amaki savdoyingiz bersin. Mana molimizni orqadan ko'rinish oladi. Orqaga hushyor bo'ling amaki. No baqiryapti, eshitmay qoldingiz. Ehtiyot bo'ling amaki. Xo'p, do'stlar, sekin davom etaveramiz. Mol ko'p, ehtiyot bo'lish kerak. Ana shuning uchun mol bozoriga kelganda anaqa ketamas, bo'tki kiyib olinglar, oyoq debsiz ham hech narsa bo'lmaydi. Mana do'stlar, o'zimizni jaydarilar bilan aralashtirib ketaylik, qadrdonlar. Xo'p. Bolasi qo'rpoq. Mana enasi do'stlar. Yaxshi, yuvoshlik yomon emas. Nechinchi ekan bu aka? 3-chi bolasi amaki. Novvoz. Novvoz, nechta suti bor endi buni amaki? 6 ta suti bor. 6 ta suti bor. Hech biriga bermayapsiz bugun. Hozir 23 soat qildi. Bermayapsiz. Oz qoldimi? Oz qoldi, xudo xolasa. Yaxshi, savdoyingiz bersin amaki. Bolari ham 23 hech pul qilyapti, savdo qilyapti. 23 million 24 ga ketyapti xullas. Bolasi bu qanday buni? Bunachi. Bunachini. Buniki ham 5-6 ta bordir. 7 ta suti bor. 7 ta suti bor. Amaki savdoyingiz bersin, ha? Bundan baraka toping. Mana do'stlar. 7 ta suti bor ekan bu, qora yeli. Gap yo'q. Bu yerda yana bitta tutib o'zimizni. Ha, albatta. Bolasi bu qadar bo'lsin aka deganlarga mana bolasi. Buni hech bermayapti. Qocha. Enasi holati. Zapaski yelilari ham bor ekan, mana Yeslichoga. Yo'q, bolasimi bu? Uchinchisi aka bolasi. 3-bolasi. Bola emib nech pul? Hech pulmish. Bola emib qancha sut beryapti aka? 6 ta. Bermaganingiz 28 million 500 ga berilmadi. Novvosda kuzga borib, xudo xolasa enasiga yetib oladiganlardan. Gap yo'q, savdoyingiz bersin aka. Xo'p. Chang bozor, chang. Changliga. Bolasi novvos ekan. Bola pashti bir xil. Enasi bilan bir xil ekan. Hozir yelinini ko'rsatingchi deganlarga mana. Menimcha hali yosh, kichkina yelinlari. Amaki nechinchi bolasi bu? 3-bolasi. 3-bolasi. Emib qancha sut beryapti bu? 8 taga beraveramiz. 8 taga beraverasiz. Bermagansiz qanaqa bo'ldi bugun? 23 millionga chiqqan. 23 millionga ozgina yetmayapti, bermayapsiz. Oz qoldimi, xudo xolasa? Xudo xolasa. Savdoyingiz bersin amaki. Yaxshi odamlarga soting mana do'stlar. Bu yoqda ko'rinish holatlari ham mana. Hech kuni sog'ilmagan bu, lekin bolasi novvosda mana. Urug'da bolasi, urug'. Urug'ga qo'ygansizlarmi? Mana. Kichkinagina. 19 yillik. Maşallah. 19 kun bo'libdi. Bozorga chiqibdi jonivor. Savdoyingiz bersin. O, uni bolasi mana qo'cha, o'sha enasiga yetib qolibdi. Enasi bo'g'ozmi aka buni? Enasi bo'g'ozmi? Nechinchisi bolasi aka? Emgan, dimlanmagan, eng zo'ri. Kechqurun emdirib yuborgan. Aka bolasi nechinchisi ekan? 4-chi. Hech pulga bermayapmiz bugun. 28 ga bermayapmiz. Mana do'stlar. Aka savdoyingiz bersin a? Bolasi bu ekan, o'sha bo'g'oz ekan ham, bor. Bu yerda yana turibdi mana. Yelinlari ham bor ekan. Bolasi. Enasi mana.
kalla ham. Chiroyli mollar ekan, ko'z tegmasin, maşallah. Nech pul bersiz aka? Mana shunga bersiz? 22 million. Nechinchi bolasi nechta o'sib beryapti aka? Birinchi bolasi 8 litrda, endi o'rtacha 8 litrda sut beradi. Birinchisi, ha? Savdolarni bersin. Nech pul aytyapsiz o'zi aka? 22 million berdingiz. Zo'r savdolarni bersin aka. Mol yomon, molmas ekan. Chiroyli mol ekan. Zo'r. Aka nech pul bo'ldi? Zo'r olibsiz. 16 millionga. Xo'p, shunaqa gaplar, qadrdonlar. Mana qaranglar, bolasimi bu aka? Nima deysiz? Bolasimi bu? Yo'q. Opa singilmi yo, bolasimi? Bolasi. Mashalloh. Jasadni qarang, bergan bolani qarang. Yemarkan arasa. Bolasi bu qo'ygan kamiga bor-ku. Birinchisi, nech pulga bermayapmiz endi buni bugun? 23 deyapmiz, 20 yapmiz. 20 million 500 berishga bermadingizmi? Aşağı dedi. 20 million 500. Bolasi chiroyli narsa ekanda. Enasini yelini ko'rib qo'yaylik-chi. Ana enasini yelini ham yomon emas. Yaxshi, zo'r. Bolani zo'r baxt qilma, bor bola. Bolajon ekan, o'zi ham bolasi zo'r baxt qo'ydi. Bunimiz bolasi Xunajin. Nechinchisi bu aka? Uchinchi bolasi Xunajin. Shu emib qancha sog'ib olyapsizlar aka? 5 litr sog'ib olyapti. 5 litr bolasi emib. Nech pul aytyapsiz endi buni? 23 kami bor. Bermagansiz aka? Yine ha. Oxiri 8 million ko'rasiz. bermadingiz. Oz qoldimi aka, xudo xolasa? Bering aka, ertalabda. Mana do'stlar, yelin holati. O'zimizni jaydari mollar. Bolasi ekanman. Gap sog' bo'lasizlar, sizga vaqtingizga rozi bo'linglar, bittadan like, obuna bo'lib qo'llab tursanglar, xudo xolasa davom etaveramiz. Yaxshilari chiqib qolsa ko'rsatib beraman. Bu yakka menimcha bo'g'oz. Yelinlari katta ekan. Mana. Yakkami bu aka? Bo'g'oz, 3 oylik. 3 oylik bo'g'oz a. Nech pul aytyapsiz endi buni? Bu 22 deyapmiz, kami bor. Ertalabda bermagansiz bo'ldi? 18 million 300 so'rayapti. 18 million. Oldiga o'raysiz ko'rsatdi oldiga. Qanqaga ketib qoldi? 18 million 300 400 ga berilmayapti ekan mana. Yuvoshligi zo'r ekan ama. Bo'g'oz. Bola chaqa ham sag'or. Ha. Shunga o'xshaganlardan ko'pmi? Bor. Ikkita bor, ana oqi bor. Oqi, avvalo savdingizni bersin. Mol qayerda aka? Qayerda? Mol Anjandagi. Anjonni moli. Sinashga ham beraverasizmi? Beramiz. Nomeri bormi bironta? Bu 93lik. 93lik 800. Hozir nomerini olib beraman akamizni. Ishonchli yuvosh mollar bor deyapti. Telefon qilib ko'rib gaplashib olsanglar. 859 93lik 859 2400. 2400 O'zbekiston vaqtini e'tiborga olasizlar. Bo'g'oz ekan mana do'stlar, yuvosh. Oqam sizga O'rtaga beraveramiz. qaysi birini? Ha, oqdi. Bo'ldi aka, xo'p. 12 ta suti bor, 10 taga beramiz deb aytilayotgan molimiz mana shu mol mana do'stlar. Bu ham sinashga beraveramiz degan akalarning mollari Andijonda. Mana sirg'alari bilan. O mol sherik gap ham ha? Gap yo'q. Nomerni qo'ydim. Qiziqsanglar chiqarasizlar. Bunga nech pul berdi bugun aka? Oxiri 17 million 500 ga berilmabdi mana qadrdonlar. Gap yo'q. Aloqaga chiqarasizlar, qiziqib qolsanglar, biz davom etamiz.